Dersimizning davomini so'zlab o'tsak, 24 soatlik darsga keldik deyman. Keyingi mazmun shujuku, ya'ni sandoq uchullari ustida bo'ldi. Buningda yuqorqidek 5 xil tanlashtiruv var. Bunun birisi befin, ya'ni sandanı zapaslash. Bu yerda ikki xil tanlashtiruv var. Birisi yukin diskuz va a'zolar markazini biraqlab zapaslash, ikkinchisi o'z tanlab zapaslash degan turlar var. Öz alab zapaslash deganga mushurundan o'zimiz xohlab zapaslamoqchi bo'lgan sandanning nomini tanlab zapaslasak bo'ladi. Biz buni ishlatmaymiz. Ko'pincha hollarda diskuzdan birga zapaslaymiz. So'ng birinchi turini tanlab, bo'rundan tijov qilib olsak, bekitimizning sandanini zapaslashga boshlaydi. Azra saqlab turaylik. Mana 3 ta hujjat chiqarib berdi. Bekitimiz yangi, shunga ko'p chiqmaydi. Bu nima desa, bo'shliqdagi data qisqartirishidagi baskop mushu DBA mushu hujjatning ichida mushunday nomda zapaslarni degan gap. Biz bo'shliqimizni Flash XP detal orqali qo'zg'atib, bo'shliq olib buni tekshirib boqaylik. Hozir urdim. Masalan, shu. Masalan, bu o'rindagi data qisqacha buning ichida mana shu hujjat shu hozir ko'rsatadi o'rni. Demak, ba'zi zapasaga 3 ta hujjat shu. Biz mush 3 ta sandan hujjatini tushirib olib, bekitimiz hammasini yuvatsakmikin, bu sandan orqali asli qaytarib olib bo'ladi. Tushirishni mana 10 taraf bes bilan Johnson qilib bo'ldi. Ma'lumotlar o'rni ko'rsatmasa, jo'magan tushirmoqchi bo'lsak mana. Mana Johnson qilib bo'ldi. Sandan zapaslash degan gap mushunga qartilgan. Darsimiz qaytib keldi. Onun keyindikisi UFO, ya'ni sandanni qaytarish. Masalan, mana qaraydigan bo'lsak, bayam zapasangan sandan hozir ma'lumotda paydo bo'ldi. Biz ma'lumotdan davru degan turni bosgandan keyin ham cho'rin qilib olsak, bu sandan bekitimizga yenib kirdi. Bekitimizning sandanini asliga keltirib olgan bo'lamiz degan gap. Keyingi birisi shinji, ya'ni sandanga nisbatan yangilash olib berish. Buni o'zimiz sinab qo'ysak, mana 4 dona xotira yangilash olib berildi deydi. Buni vaqt qaralda ishlab maqsaq bo'ldi, bekatga cho'ng ziyon yo'q, foydasi bor. Undan keyin yo'qa. Sandanga nisbatan a'lolashtirish mashg'uloti olib bordi. Masalan, yuqorisidan chiqarib berdi. Biz buni yo'qa qilib o'taylik. Yo'qa degan gap a'lolashtirish deb tushunsak bo'ldi. Bo'ldi. Undan keyin shavyan, ya'ni sandani tekshirish. Tekshirib boqaylik, qanday usullarni chiqarib berdik. Mana sizning sandaningiz nihoyat mukammal xatolik yo'q deyotdi. Mana bu sandanga doir usullar. Bu sandan zapaslash, tekshirish ham uni boshqa ilg'orlashtirish usullari. Darsimiz yakunlashib bo'lsin. Xayr xo'sh.